Alloh so'zi Qur'oni Karimda minglab marta zikr qilingan. Garchi u oddiy ko'rinsa ham, ona tili arab tili bo'lmaganlar uchun uni to'g'ri talaffuz qilish biroz mushkul bo'lishi mumkin. Buning sababi arab tili harflarini boshqa tildagi harflar bilan ifodalanganidir. Masalan, Alloh so'zini lotin yoki kiril harflar bilan yozilishi asl arab tilidagi talaffuzini to'liq ifodalab bermaydi. Ayniqsa, Qur'oni Karim tilovatida bu so'zni inglizchada yozilishiga taqlid qilib aytish noto'g'ri hisoblanadi. Keling, endi bu so'zni qanday to'g'ri talaffuz qilish kerakligini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Alloh so'zi 4 ta harfdan tashkil topgan. Bular alif, lam, lam, ha. Shuningdek, yozilmaydigan alifning mavjudligini bildiruvchi kichik alif belgisi ham bor. Uni unutmaslik kerak. Birinchi alif, ya'ni vasl hamzasi yumshoq talaffuz qilinadi. Inglizchadagi a tovushiga o'xshash. Demak, bunda og'iz to'liq a emas, balki yengil a tarzda talaffuz qilinadi. Ikkinchi va uchinchi lam harflari esa inglizchadagi like so'zdagi l kabi, ya'ni yo'g'on aytiladi. Shu sababli biz Alloh deymiz. Alloh emas. Ko'rib turibsizki, ikkinchi lam ustida tashdid bor. Uning tepasidagi kichik alif belgisi esa bu undan keyin yozilmagan mad harfi alif borligini bildiradi. Shuning uchun Alloh deb aytamiz. Alla emas. Endi esa Alloh so'zi oyat o'rtasida kelganda qanday talaffuz qilinishini ko'raylik. Agar Alloh so'zidan oldingi harf fathali yoki dommali bo'lsa, uni odatdagidek aytamiz, ya'ni lam harfini yo'g'on qilib o'qiymiz. Masalan, Innalloha kana afuwan g'afura. Wa'budulloha wa la tushriku bihi shay'a. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Bu yerda lam og'iz to'liq ochilib, yo'g'on talaffuz bilan aytiladi. Endi yana bir e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu alif ustidagi belgi. Bu belgi vasl hamzasi ekanini bildiradi. Vasl hamzasi ustidagi bu belgi sodga o'xshash bo'ladi. Vasl ulash degani. Bu vasl hamzasi faqat so'z boshida o'qiladi, lekin oldingi so'z bilan bog'lab o'qilganda esa aytilmaydi. Masalan, wa'budu Alloh demaymiz, balki wa'budulloh deymiz. Agar oyatni vasl hamzasi bilan boshlasangiz, alifni odatdagidek o'qiysiz. Masalan, Alloha kana afuwan g'afura. Agar Alloh so'zidan oldin yo kasra, yo sukun yoki tanvin kelsa, lam og'izni to'ldirmasdan yumshoq va ingichka talaffuz qilinadi. Xuddiki inglizchadagi lit so'zdagi ingichka l kabi. Keling, buni misollarda ko'rib chiqamiz. Mana masalan, wa kafa billahi hasiba. Nuzulan min indillah. Birinchi misolda Alloh kalimasidan oldin bi kasra bilan keldi. Shuning uchun billah deymiz. Ikkinchi misolda esa Alloh kalimasidan oldin oxiri kasrali di bo'lgan di so'zi keldi. Shuning uchun indillah deymiz. Keling, yana boshqa misollarni ko'rib chiqamiz. Lima ta'izuna qawman illahu muhlikuhum. Qul huvallohu ahadun illahu somad. Shu o'rinda muhim bir eslatma. Bilamizki, oxiri tanvinli so'zlarda sukunli nun bo'ladi. Aynan mana shunday o'rinlarda keyingi so'zga vasl qilish uchun sukunli nunni kasrali qilib, ana undan keyin keyingi sukunli harfga qo'shib o'qiladi. Endi ko'rib turganingizdek, ushbu misolda Alloh so'zidan oldin qavman so'zi kelgan. U fathali tanvin. Shunday ekan, o'qishni davom ettirganimizda biz
qawmanillah deb aytamiz. Ikkinchi misolda esa Alloh so'zidan oldin ahadun so'zi kelgan. U dommali tanvinga ega va biz o'qishni davom ettirganimizda ahadunillahu somad deb aytamiz. Lekin esda tuting, bu qoida faqat vasl holatida, ya'niki o'qishni davom ettirganimizda amal qiladi. Agar so'zda to'xtasangiz, u holda talaffuz yana o'zining asl shakliga qaytadi. Quyidagi misolda bo'lgani kabi: Qul huvallohu ahad. Allohu somad. Shunday qilib, biz o'qishni davom ettirmaganimiz uchun Alloh dedik, ya'ni Alloh deb boshladik. Ahadunillah demadik. Chunki o'qishni davom ettirmadik. Shuningdek, lillah so'zi ham shu qoidaga bo'ysunadi. Chunki bu so'z kasrali lam va Alloh lafzi jalolani qo'shilishidan hosil bo'lgan. Ma'nosi Alloh uchun degani. Shuning uchun biz lillah deb aytamiz. Lilloh emas. Shu sababli yana biz aytamizki alhamdulillah deymiz. Alhamdulillah emas. Keling, endi yakuniy misolni ko'rib chiqamiz. Bu misolda ikkala talaffuz ham mavjud. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Bugungi darsimizga kichik bir xulosa qiladigan bo'lsak, demak, Alloh so'zidagi bosh harf alif, ya'niki vasl hamzasi har doim a tovushidagi kabi og'iz to'liq ochilmay yengil talaffuz qilinar ekan va Alloh so'zidagi lam tovushi esa har doim to'liq og'iz bilan qalin aytilar ekan. Faqat u kasra yoki tanvindan keyin kelgandagina yengil ingichka talaffuz qilinadi. Agar bugun yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosing va boshqalar bilan ham ulashing. Yana shunday darslarni ko'rish uchun kanalga obuna bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha